Suvsiz sulfat kislota tayyorlash uchun 0,15 kg 94% sulfat kislota eritmasida necha gramm oltingurt olti oksidi eritish kerak? Berilishini yoza olamiz. Demak, oltingurt olti oksidiga sulfat kislota eritmasi qo'shilib 94% 0,15 kg qo'shilib oltingurt olti oksidi tarkibidagi suv bilan reaksiyaga kirishib, sulfat kislota hosil qilib, eritma tarkibidagi qo'shilayotgan eritma tarkibida sulfat kislota reaksiyaga kirishmay o'zi hosil bo'ladi, o'zgarmasdan chiqadi va suvsiz sulfat kislota olinibdi. Ya'ni suvsiz sulfat kislota degan tarkibida suvi yo'q, sulfat kislotdan o'zi 100% sulfat kislota degan. Demak, eritmani tasavvur qilgan bo'lsak, 100% faqat sulfat kislotadan iborat 100% sulfat kislota hosil bo'lgan ekan. Topish kerak oltingurt olti oksidini massasini topish kerak. Demak, bu yerda odatda qo'shilayotgan eritmada tarkibidagi suvni birga bir kirishadigan bo'lsa, SO3 ga birga bir suv reaksiyaga kirishib bitta sulfat kislota hosil bo'lsa, birga bir odatda qo'shilayotgan eritma tarkibidagi suvni hammasi reaksiyaga kirishmaydi. Ko'pincha masalada erkin eritma tarkibidagi suvni bir qismi reaksiyaga kirishib, qolgani qolib ketadi ko'pincha. Va o'sha reaksiyadan keyin o'zgarmasdan suvligicha chiqarib qolib ketgan suv. Bu masalada suvni hammasi reaksiyaga kirishyapti. Bir qismi qolib ketayotgani yo'q. Sababi hosil bo'layotgan suvsiz sulfat kislota hosil bo'ladi. Ya'ni hosil bo'layotgan moddada tarkibida suv yo'q. Agar suvni bir qismi qolib ketganda, o'sha qolib ketgan suvning qismi reaksiya natijasida o'zgarmasdan suvligicha bo'lib, suvsiz sulfat kislota hosil bo'lmasdi. Eritma hosil bo'ladi. Ya'ni tarkibida suv ham bo'lardi. Demak, bu masalada suvsiz sulfat kislota hosil bo'layotgan bo'lsa, tarkibida suv yo'q bo'lsa, hosil bo'layotgan moddalar tarkibida, demak, suvni hammasi reaksiyaga kirishgan. O'sha qo'shilayotgan eritma tarkibidagi. Bu masalani ikki xil ishlash yo'li bor. Birinchisi reaksiya ko'rinishida ishlab topish, ikkinchisi eritma foizlaridan foydalanib masalani ishlash. Birinchi o'sha reaksiya ko'rinishida ishlab topamiz. Xo'p, demak, berilgan ekan, o'sha qo'shilgan eritmani massasi 0,15 kg. Bu 0,15 kg ni grammga o'tkazib olamiz. Kilogramdan grammga o'tish uchun mingga ko'paytirish kerak. 0,15 ni mingga ko'paytiradigan bo'lsak, 150 bo'ladi. 150 gram eritma ekan. Endi eritma 100% deb qaraladi. Hammasi 150 gram ekan. Ya'ni 150 gram 100% ekan. Bizaga suvni massasi kerak. Ya'ni suvni massa bo'lishi kerak uning uchun. Ya'ni hammasi 100% bo'lsa, 94% sulfat kislota bo'lsa, qolgani suv. Demak, hammasi 100% bo'lsa, 94% sulfat kislota bo'lsa, 100 dan 94 aytishimiz, qolgani 6% suv. Hammasi 100% bo'lsa, 94% sulfat kislota bo'lsa, hammasidan 94 aytishimiz, 100 dan 94 6% qoladi, qolgani suv, 6% ekan suv. Demak, suv 6% bo'lsa, u necha grammga to'g'ri keladi? Eritma 100% 150 gram bo'lsa. X topish uchun proporsiya qilamiz. 150 ni 6 ga ko'paytirib 100 ga bo'lamiz. 0 bilan 0 qisqarib ketadi. 15 ni 6 ga ko'paytirsak 90 bo'ladi. 90 bo'ladi. 90 ni 10 ga bo'lsak 0 bilan 0 qisqarib 9 bo'ladi. Suvning massasi topiladi. 9 gram ekan. 9 gram. Suvning massasi 9 gram ekan. Endi molini topa olamiz. Molni topish uchun molar massasiga bo'lamiz. Massasi 9 gram. Molar massasi Mendeleyev jadvali orqali topiladi. Demak, suvda vodorod 1, ikkitasi 2 bo'ladi. Kislorod 16, qo'shsak 18 bo'ladi. 18 9 18 ga bo'lsa yarim mol. Demak, suv topildi, yarim mol ekan. Endi SO3 ni topamiz. Oltingurt olti oksidini. Koeffitsiyenti 1, mana. Koeffitsiyenti 1 mana. Demak, 1 ga 1 ekan. Ya'ni 1 ga 1 reaksiya kirishsa, mollari teng ekan. Bu yarim mol bo'lsa, demak, bu ham yarim mol bo'ladi. Chunki 1 ga 1 bo'lsa, demak, yarimga yarim to'g'ri keladi. Yoki proporsiya topamiz. X topish uchun yarimni 1 ga ko'paytirib 1 ga bo'lamiz. Bunaqasiga ham baribir yarim chiqadi. Demak, yarim mol ekan. Endi massasini topib olamiz. Demak, massani topish uchun molni molar massaga ko'paytirib, molni yarim mol. Molar massasini topish uchun Mendeleyev jadval orqali topamiz.
oltin gurt 32, kislorod 16, uchtasi 48, 32 ga 48 80. 80 ekan modal massasi. Yarmi 80 ko'paytiramiz 40 gramm. Oltin gurt olti oksidi. Demak, reaksiya ko'rinishida ishlab topdik, 40 gramm ekan. Endi foiz ko'rinishida ishlab topamiz. Foiz ko'rinishida ishlab hammasini eritmada tasavvur qilamiz, foizlarini qo'yib olamiz. Masalan, bu eritma 94% eritma. Foizi bor. Suvsiz sulfosati 100% sulfosati degani, demak foizi bor. Agar eritmada tasavvur qilsak 100% eritma qaraladi. Endi oltin gurt olti oksidi SO3 ni eritma deb tasavvur qilsak, necha foizli eritmaga to'g'ri keladi, shuni topishimiz kerak. Demak, SO3 agar suvda eritsak, birga bir reaksiya kirishadi. SO3 bilan suv birga bir reaksiya kirishib, bitta sulfosati chiqadi. Demak, suv qo'shganimizda eritmaga suv qo'shsak, eritma suyuladi. Ya'ni foizi kamayadi. Shunda oltin gurtga suv qo'shsak, oltin gurt olti oksidi SO3 ga suv qo'shsak, sulfosati hosil bo'ladi. Ya'ni 100% sulfosati, faqat sulfosati hosil bo'ladi. Birga bir reaksiya kirishsa. Bu 100% sulfosat kislota hosil bo'layotganiga qaraganda, oltin gurt olti oksidini agar eritmada tasavvur qilsak, suv qo'shganimizda foizi kamayganda 100% sulfosat hosil bo'lsa, demak oltin gurt olti oksidi 100% dan ham baland. Agar eritmada tasavvur qilsak, 100% dan ham baland deb tasavvur qilishimiz kerak bo'ladi. Demak, endi buni topamiz. Agar oltin gurt olti oksidini 1 mol desak, koeffitsiyenti 1 bo'lgani uchun 1 mol deb olsak, buni ham koeffitsiyenti 1, demak bu ham 1 molga to'g'ri keladi. Va buni massasi necha bo'ladi shunda? Molar massaga ko'paytiramiz. 1 80 ga. Molar massasi 80. 80 gramm SO3 va sulfosat massasini topsak, molar massaga ko'paytiramiz. Molar 1 mol. Molar massasi 98. Chunki molar massasi Mendeleyev jadval orqali topiladi. Vodorod 1, 2 2, 32 va kislorod 16, 4 64. Qo'shsak hammasini 98 bo'ladi. 1 98 ko'paytirsak 98 gramm sulfosatga to'g'ri kelar ekan. Demak, endi massa ulush topamiz. Foiz konsentratsiyasini topishda qanaqa? Massa 1 massa eritmaga bo'linadi. Ya'ni massa 1 erigan modda. Bu yerda suv qo'shsak, agar erisa sulfosati bo'ladi. Erigan modda sulfosatga to'g'ri kelib qoladi. Shuning uchun shuni massasi qo'yiladi. Massa 1 ga 98 gramm. Massa eritma bu umumiy massa. Ya'ni biz suv qo'shmaganimizda umumiy oltin gurt olti oksidining o'zi, boshqa hech narsa yo'q. Demak, bu 80 gramm. 80 bo'ladi. 98 80 ga bo'lib 1.2 g 5 bo'ladi. 98 80 ga bo'lsak 1.2 g 5. Bu qismda foiz o'tkazish uchun 100 ga ko'paytiriladi. Demak, 100 ga ko'paytirsa 122,5% ga to'g'ri kelar ekan oltin gurt olti oksidi. SO3 122,5% ga. Endi 3% qo'yib olamiz. 100% li hosil bo'ldi eritma. Hosil bo'lgan doim o'rtaga qo'yiladi. 100% li hosil bo'ldi. Natijada chiqdi mana shu. Ikkita qo'shilayotgan SO3 bilan eritma. Ikkita qo'shilayotgan foizlar chekkaga qo'yiladi. Bu 122,5% hosil topdik. Bunisi 94% li eritma. 122,5 va 94 ikkita chekkaga qo'yildi. Hosil bo'lgan o'rtaga qo'yildi. Endi kattadan kichigini ayiramiz. 122,5 dan 100 ayiramiz. 100 dan 94 ayiramiz. 6. 0.15 kg, ya'ni 150 gramm. 150 gramm bu 94% li. 94% li 150 gramm. 94% li 150 gramm. To'g'risiga yozamiz. Va 122,5% li, ya'ni SO3 topish kerak massasini. Demak, 122,5% SO3 ni to'g'risiga x qo'yamiz. Proporsiya bo'ldi. X topish uchun oltinni 150 ga ko'paytirib 22,5 ga bo'lamiz. Tak, 22,5 ni 3 ga bo'lamiz. 3 ga bo'ladigan bo'lsak 7,5 bo'ladi. 3 ga bo'lamiz, buni ham 3 ga bo'lamiz. Oltin 3 ga bo'lsa 2, 22,5 3 ga bo'lsa 7,5. Endi ikkalasini ham 3 ga bo'lamiz. 150 3 ga bo'lsa 50. 7,5 3 ga bo'lsa 2,5. 2,5 ekan. 2 kere 50 100. Bo'lamiz 2,5 ga. 10 ni 2,5 ga bo'lsa 4. 0 bilan 40. Demak 122,5% bu 40 gramm. 40 gramm. Demak reaksiyada ishlaganimizda ham foizlarni qo'yib ishlaganimizda ham 40 gramm chiqyapti. To'g'ri javob A varianti.